Assalomu alaykum, men Mister. Bugun sizlar bilan Bedwars haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Shunaqa videolar chiqishini xohlasangiz like bosing. Bedwars bu Minecraft o'yinidagi mashhur mini o'yinlardan biridir. Bu o'yin Happy Hell serverida 2015 yilda yaratilgan. Bedwars o'yinini Happy Hell serveri asoschilari va dasturchilari serverga qo'shgan. Bedwars o'yiniga kirganda o'yinchilar bir nechta jamoalarga bo'linadi. Har bir jamoaning o'ziga tegishli yotoqchasi bed bo'ladi. Ushbu bed jamoaning hayot manbai hisoblanadi. Bed mavjud bo'lgan vaqt davomida jamoa o'yinchilari olgandan keyin qayta tiriladi. O'yin boshlanishi bilan maxsus joylarda temir va oltin paydo bo'ladi. Keyinroq o'yinchilar olmos va zumrad olish uchun orollarga borishadi. Ushbu resurslar orqali do'kondan qurol, zirh, blok va boshqa buyumlar sotib olinadi. Bedwars o'yinining asosiy maqsadi o'z bedingni himoya qilish va raqib jamoalarning bedlarini buzish. Agar jamoaning bedi buzilsa, o'sha jamoa qayta tirila olmaydi va barcha o'yinchilari yo'q qilinsa, jamoa o'yindan chiqib ketadi. Oxirigacha omon qolgan jamoa g'alaba qozonadi. Bedwars o'yini tezkorlik, jamoaviy hamkorlik va strategiyani talab qiladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Keyingi safar o'zim haqimda aytaymi, keyin orqadagi fonga Abdushi qarab o'tasizlar. Sizlar bilan Mister va sun'iy intellekt bo'ldik. Sog' bo'linglar.